Hammangizga assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videomizda biz o'xshash bayroqlar videomizning ikkinchi qismini davom ettirsak. O'xshash bayroqlar o'rnida yana bir bayroq bor. Bular Buyuk Britaniya va Avstraliya bayroqlari. Asli Avstraliya Buyuk Britaniyaga qarashli bo'lgan va mustaqil bo'lgandan keyin ham bayrog'ini o'zgartirmagan. Shuning uchun Buyuk Britaniya bayrog'i va Avstraliya bayrog'i bir-biriga o'xshash hisoblanadi. Keyin Amerika bayrog'i va Liberiya bayrog'i. Ikkalasida ham qizil yo'l-yo'lchalar bor va ko'k joyda yulduzcha bor. Faqat Amerikanikida taxminan 54 yulduzcha bor, Liberiyanikida bitta yulduzcha bor. Bunday o'g'irlanishiga sabab Afrikada ikkita mustaqil davlat qolgan va shulardan bittasi Liberiya edi. Liberiyani aslida u ham qaram davlat bo'lgan, Amerika uni mustaqillikka erishtirgan. Lekin u hali ham bayrog'ini mustaqil bo'lib turib o'zgartirmagan. Keyingi bayrog'imiz esa Xitoy va Vyetnamlik hisoblanadi. Ularda ham qizil va katta yulduzchasi bor. Faqat Xitoyning chekkarog'ida va yonida 4 ta kichik yulduzcha bor, Vyetnamning o'rtasida esa bitta katta yulduzcha bor. Keyingi bayroqlar ro'yxatida ham Malayziyaniki bo'ladi. Malayziya ham xuddi Amerikanikidek qizil chiziqlar bor va ko'k joyida yulduzcha emas, balki oy bilan yulduzcha bordir. Va bugungi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Hammaga xayr.